Janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti 3-bosqich tayanch doktoranti Beknazar Dilmurod. Ilmiy tadqiqot mavzum doirasida siderat ekinlarini kuzgi muddatda ekib, bahoriy muddatda esa asosiy ekinlarimizni ekib, hosildorligini oshirish maqsadida va tuproq unumdorligini oshirish va saqlab qolish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib bormoqdamiz. Mana bugungi kunda siderat ekinlarimizning biomassalari mana 70-80 sm bo'lib turibdi. Xudo xolasa 2-aprel holatiga ko'ra buni esa biomassasini yana kuzgi siderat javdar ekinimiz, yana ikkita o'simlik bo'yicha olib bormoqdamiz bugungi kunda. Birinchisi siderat javdar bo'lsa, ikkinchisi esa siderat xantal o'simligida. Ikkalasining ham tuproq unumdorligi va asosiy ekinlar mahsuldorlik va hosildorlik ko'rsatkichlari ta'sirini o'rganish maqsadida olib bormoqdamiz. Kuzgi siderat javdar o'simliklarimizni hozirgi holatda biomassasi, yer usti biomassasi 455 sentr, ya'ni bu 45-50 tonna gektar hisobiga deb aniqladik. Siderat xantalimiz esa 40-45 sentr tonna gektar hisobiga olib borgan tadqiqotlarimiz natijasida, analiz natijasida aniqlandi. Buni asosiy maqsadimiz Qashqadaryo viloyati sharoiti, nafaqat Qashqadaryo, boshqa viloyatlarda ham bugungi kunda tuproq unumdorligi pasayishi kuzatilmoqda. Shu tuproq unumdorligini oshirish va saqlab qolish bu klaster fermer xo'jaliklar, ya'ni dehqon xo'jaliklariga ham bu tavsiyalar ma'qul keladi degan umiddamiz.